Assalomu hammaga, sizlar bilan men Atajonov do'stlar. Bugun biz o'ynayotgan miringizni, ya'ni dunyongizda hardcore qilishni o'rgataman. Birinchi o'rinda sizlarda ham shunday menyu bor, hammada bo'ladi endi. Tugmasi bosam. Bizda shunday ekran chiqadi. Create new, ya'ni yangi dunyo yaratish. Yangi dunyo degani Create New World, yangi dunyo yaratish Create New World bo'lsa, bizda shunday ekran hammada chiqsa kerak. Bu Minecraft 1.21.51.01 versiyasi. 1.20.60 versiyalardan boshlab shunday dunyo boshlangan. Pastga tushasiz va hardcore degan Create Survival Creative chiqadi. Keyin sal pastroqda hardcore degan tugma bor. Yonida bitta hardcore versiyasini tugmasi bor. O'sha bitta qilsa hardcore. Hardcore mirga mod o'rnatsangiz bo'ladi. Mening modim yo'q, shuning uchun Respack o'rnataman. Respack o'rnatildi. Hardcore modi. O'yinga sekinlik bilan kiradi. Hardcore'da kuchayishingiz kerak. Men hardcore'da hech kim kuchaymasa kerak. Shahin artefaktlardek bo'lib kuchaymasa kerak. Chunki ular anchadan beri Minecraft o'ynaydi. Professional bo'lib ketgan hardcore bo'yicha. Bizdagilar esa unchalik emas. Mana o'yinga kirdi. Sizda mana hardcore yurakchalari, sal qo'rqishga hardcore yurakchalari. Hozir sizlarga bir marta o'ylab ko'rsataman. Tak 15 blok ketsa kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 men uchaman. Easy qilishadinglar. Ancha yaxshi bo'ladi. Ancha yaxshi bo'ladi. Terrordan qo'lyapti. John qo'lyapti. Terror. No. Ko'proq blok kerak bizga. Jonni olish uchun ko'proq blok kerak bo'ladi. Mana bu. Bizga bitta blok qolish kerak. Oppa. Bizga bitta blok qoldi. Yabada budub. No, bol. Ya dunyoda sizda ikkita tugma chiqadi yo game over deb chiqadi. Sizda ikkita tugma chiqadi. Exit world. Dunyodan chiqib ketish, spectator world. Dunyoda kuzatuvchi rejimida aylanib yurish. Men kuzatuvchi rejimida sizlarga ko'rsataman. Biz mana shu sakradik. Maytda biz o'ldik. Mana shu yerda biz o'ldik. Do'stlar, hardcore shunday qilib o'tkazdirar. Bo'lmasa yana boshqa qanday usullarni bilmadim, lekin yana bilmadim. Men unchalik zo'r hardcore emasman, shuning uchun hardcore'dan chiqishga majburman. Game rule. Game mode chiqish kerak bizga. Shutib, spectator rejimida aylanib yurasiz. Ja bo'lsa moblar qo'lda o'lim topasiz yoki kebanaga qilasiz. Yo lavda cho'kib ketasiz yo cho'kib o'lasiz. Xullas Minecraftda o'lish yo'llari juda ko'p. O'lsangiz bo'ldi. Ko'pchilik Minecraft'chilar nima orqasidan o'ladi, bilasizlarmi? Creeper. Orqasidan keladi, krisaga o'xshab orqasidan krisaga o'xshab o'ldirib ketadi. Xuddi kontra do'stingiz bilan kontra o'ynayotganingizdek. Do'stlar,
hardcore juda qiyin. Menimcha sizlarga hardcore'da o'ynash o'ta qiyin bo'ladi. Men sizlarga hardcore'da o'ynashni uncha tavsiya bermayman, chunki hardcore'ligi bilan mashhur hardcore baribir hardcore. Sizlar bilan men Apollonius bo'ldim. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tezroq 10 ta obuna chiqishimiz kerak do'stlar, hammaga xayr.